Mana ukamlar Qashqadaryodan kelibdilar. Parli 3 ta karneli bo'yi 1.60 lik bo'lgan 4,5 millionlik kolonkadan xarid qilgani o'zlari kelibdilar. Mana shuni tekshirib ko'rib olgani. Mana shuni kesili bo'ladi, nomerdan qoldiramiz. Qanaqa aka? Nima deysiz? Assalomu alaykum. O'zbekiston ahli, mana shu akani bir necha yildan beri bu aka bilan men olgi beri qilaman, kolonkalar olaman. Bu akani kolonkalar sifatli, garantiya. Bundan oldin ham olib ketganman men. Qashqadaryo viloyati Muborak tumanidan keldim men akajon. Bu kishining kalonkalarini va nasib bo'lsa yaxshi kunlarga, to'lgan kunlarga, bayramga, keyin uyda to'lgan kunlarimizga, qarindoshlarnikida shu bemalol xizmatga nasib bo'lsa ishlataman men, nasib bo'lsa. Buni nasib bo'lsa ishxonamga kabinetga luks qilib, chiroyligina qilib qo'yaman. Aka, bolalarni rohatini ko'ring. Rahmat, salomat bo'ling. bo'ling. Hech qachon kam bo'lmang, hajlarga borib kelish nasib qilsin. Qashqadaryo viloyati Muborak tumanining hamma odamlarning nomidan sizga katta rahmat deyman. Bunaqa sifatli kolonkalarni ko'proq olib keling, hech qachon kasal bo'lmang, sog' salomatlikka uchrashaylik. Hech qachon xor bo'lmang, hajlarga borib kelish nasib qilsin sizga. Mana akajonlar, men nasib bo'lsa buni men 4,5 millionga oldim. Sifatli garantiya, hech qanday kami yo'q, tekshirib, ko'rib, hammasini zakonli qilib berdilar. Bir umr duodaman aka sizga. Rahmat, salomat. Hech qachon boshingiz egilmasin. Yaxshi kunlarga bolalarning rohatini ko'rib yurish sizga nasib etsin. Rahmat. Hammalarga rahmat. Kelinglar, nasib bo'lsa birgalashib o'tkazamiz yaxshi kunlarni. Yaxshi ishlating, salomat bo'ling.